Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 8-24 kuni, dushanba haftaning 1-kuni. Bugungi leksiyada men doimdagidek oldi bilan siyosiy iqtisodiy masalalarga ozroq to'xtalgandan keyin, ondan o'tgan qitmada bergan va'dam bo'yicha paychik to'g'risida ozroq to'xtalmoqchi. COVID-19 degan bu vaboning ta'siri yana dunyoning har qaysi yerlarida ta'sir qilyotdi, iqtisodga ta'sir ko'rsatyotdi. Ammo bir yaxshi yeri nima desa, bu to'g'risida, ya'ni davlatlar, pan-texnik kuchli davlatlar vaksina ishlab chiqish qadamini tizilib, jiddiy raqobatga tushganligi uchun bu vaksina shu 11-oylardan burun tunji vaksina chiqadi degan gap taqiladi. Mana bu paychikini biroqla ko'tarib o'tdi. Ham ko'tardi, agar vaksina rasmiy chiqqan vaqtda bu paychikini ko'tardi. Nemishqa deganda, bu oldin olish kerak, vaksina degan oldin emasmi kasaldan. Bu kishilarga nisbatan ishonch berdi. Iqtisodning hamma narsaga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ya'ni odamlar ko'chaga chiqadi, oshxonalar ichiladi, qatnash transport bo'ladi, havo yo'l qatnaydi, mehmonxonalar asli keldi deganga o'xshash. Shuning bilan shu sohalar odamlarni ish qiladi, ya'ni ishsizlik nisbati tuvanlashga, odamlarning qo'liga pul ko'rishga, mahsulotlar ishlab chiqarilish, yo'tkilish, setilish degandek ishlar umumyuzli bir xil gulnish vaziyatiga qadam qo'ydi. Biz o'tganda necha oyning oldidagi leksiyada vaboning ta'siri tufaylidan Amerikaning iqtisodining vaboning oldidagi ahvolga yetishiga necha 80 yil vaqt ketdi degan bir fikrlarni o'tirib qo'ygandik. U ba'zi ayrim mutaxassislarning gap edi. Albatta, burungi ahvolga ketishga, yaxshi ahvolni qo'lga keltirishga vaqt ketdi. Bir mazgil vaqt ketdi. Ammo bu yomonlikning o'zining bir cheki bo'lishi kerak-da. Bu yomonlik, nacharlikning bir cheki bo'lishi kerak. Bu yomon chekidan insonlar uni o'tib ketgandek turadi. Endi vaksina chiqsa, bu Amerikaning iqtisodiga, dunyoning iqtisodiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning bilan birlikda yana bu vaksina 11-oydan burun chiqsa, bu qitim Amerikada elib berilayotgan prezidentlik sayliga nisbatan Joe Bidenning saylininki, Trumpning saylanishiga, Joe Bidenning emas, Trumpning saylanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Men sizlarni bu to'g'risida bir bilib qolsa ekan deyman. Anadan sirt yana hozir shu xabarlarda bor Hindiston bilan Xitoy bizning vatanimizningki Qarquram tog'lari atrofida bir yerda bular tirkishyapti, surkilishyapti. Ya'ni Ladakh degan rayonida. Bu Ladakh degan nima desanglar, Ladakh degan ayni vaqtda tarim o'ymonligi bilan shu bir hozirgi Ladakh rayonidagi bir savdo, ipak yo'li, savdo tijorat yo'li bo'lib, men iznib ko'rib baxtim bu chaqda. Bu yerda bir davlat bagi o'ldi deydigan yer bor ekan. Xitoy armiyasi bilan Hindiston armiyasi ashada azroq bir-birini ittirishyotidu. Mushsilishmadi, ittirishyotidu. Bu mening, bu mening, u sening degandek. Amaliyotda bu nima desa, bu Uyg'urning. Qanday Uyg'urning eri desanglar, ayni vaqtda 16-asrda Yakin Saidiya xonadonligininki xoni Sultan Saidxon qo'shin boshlab Kashmir bilan Ladakh rayoniga besib kirgan ekan. Ya'ni shu rayonda bir 2 yildak turib, 1533-yilda qaytish yo'lida Qarquram tog'larida shu Ladakh rayonidagi bir yerda havo yetishmay, ya'ni bak tog'ning egizligida oksigen yetishmay, tutagab ketib, ashada qazo qilgan ekan. 1533-yili bu Sultan Yakin xonadonligining Saidiya xonadonligining sultani ashada qazo qilgan ekan, qazo qilgan ekan, shuningdan keyin u davlat bag o'lgan ya'ni davlat bag o'ldi deb atilib kelgan gap. Bu xalqaro xabarlarda hozir davlat bag o'ldi deb talaffuz jihatdan to'liq deymizmi? Ashna deb atilib kelyapti. Tarix degan qiziq demoqchiman. Ya'ni bu rayonlar asli shuna Uyg'urlarning zemini, hozir bu ya'ni Hindiston bilan pil bilan ajdarho talashyapti, mening deb. Ammo shu narsani bilib qolsin, sizlarni yana bir bilib qolsin dedim. Navoda xalqaro xabar ko'rsanglar, davlat bag o'ldi degan bu nima gapdi deb qolsanglar, bu Uyg'urlar bilan bog'lanishliq bir gap. Endi men gapni paycheki masalasiga o'tkay. O'tganda men bir gapni dedim. Men kishilarni paycheki e'lonlar, ammanglar manda paycheki e'lonlar, bunda paycheki e'lonlar demayman. Ammo zamonaviy dunyoda hozirgi jamiyatimizda kishilar o'zining boyligini har xil usuldan ko'paytirishni o'ylaydi. Ya'ni bir normal odam, bir idraklik odam hargiz bayashat yashashni o'ylaydi-ki, namrat, yo'qsizlikning ichida yashashni xohlamaydi. Shunga ular o'zining qo'liga ishlab topgan, tijorat qilib topgan, xizmat qilib topgan pulini har xil yo'sinda mablag' qilib soladi. Buning birisi kapital bozoriga mablag' solish, pul muomala bozoriga mablag' solish, paycheki ilish, zoyim ilish, qimmatli metall ilish, oltin ilish deganga o'xshash. Shunga bu paychekini o'ynagan vaqtda men o'tganda yana dedim, birisi qazilib o'ynamaslik kerak buni, ikkinchisi boshqalar uchun o'ynab bermaslik kerak, bilmagan sharoit ostida.
Çünki agar u ziyon tortib ketsangiz, paychikining bahasida o'tganda dedim ku, bir xatiri va mana igiz pastga va pokka tushib ketib qolsa, nurg'un pulingiz yo'qolib ketib qolsa, haq ayni vaqtda sizni tonimaydi, ayni vaqtda sizga degan yaxshi gapni unutib qoladi, balki sizning bergan va'dangiz esida qoladi. Manchi birsa o'stirib bermi degandan isqaytaqon qani bu yo'qolib ketdigan pulimni ber bo'lmasa, kalani olama, bo'lmasa qo'yonni setib olib, qo'yonni tatib ichkitma deydigan gap chiqadi. Shunlashqa shu boshqalarga pay o'ynab beradigan ishdimi hazar aylasak bo'ldi. Ammo o'zimiz o'ynaymiz desak, cho'qim oldi bilan o'zimizningki iqtisodiy ahvolni yaxshi bilishimiz kerak. Xuddi buxgalterlarning hisob kitob daftari bo'ldi-ku, idora jamiyatlarning hisob kitob daftari bo'ldi-ku, uyning hisob kitob daftari bo'ldi-ku, maliyasi bo'ldi-ku. Shu o'zimiznikini bilishimiz kerak. Ya'ni mening barliq boyligimni qo'shgan vaqtda bu boyligimning qimmati bozor qimmati qanchalik qazim bor. Bu hozirgi jamiyatlardagi kishilar qarzsiz yashaymaydi. Ya'ni inovatli kartochka deymiz, anandan avtomobil setib olgan vaqtda, uy setib olgan vaqtda odatda ko'pincha kishilar qarz elib turib, anandan keyin shu narsalarni elib oladi, u qarzlarni asta-asta to'laydi, o'sim bilan to'laydi degan gap. Shunga bir tarafdan qanchalik boyligim bor mening? Masalan, mening bankda qanchalik pulim bor, naqd pulim bor, omonat qo'ygan qanchalik pulim bor, CD qo'ygan, ya'ni uzun muddatli qo'ygan omonat pulim qanchalik zoyim bor, oltin jabchuq oltinlarim qanchalik, uyamning bahsi qimmat qanchalik, muqim mulkimni bozorga chiqib satsam, masalan, mashinani chiqib bozorga satsam, qanchalik pulga yaraydi degandeklar bir hisoblab chiqib, undan keyin qanchalik qarzim bor deganni, ya'ni bankka qanchalik qarzim bor, mashinaga to'laydigan qanchalik qarzim bor, undan keyin inovatli kartochka to'laydigan qarzim qanchalik deb bularni bir hisoblab chiqib, undan keyin bizningki plus, ya'ni bizningki umumiy boyligimiz bizningki to'laydigan pulimizdan jiq bo'lgan vaqtda, belgilik jiq bo'lgan vaqtda, undan qo'shimcha pulimiz bo'lgan vaqtda ondan o'ylashsak bo'ladi. Hargiz qazilib o'ylash bo'lmaydi. Buni. Shunga birinchi paychiga o'ynashdan burun zodi mening yenimda qanchalik naqd pul va qanchalik pulga chiqara olayman. Buning mening qazim bormi, yo'qmi deganni oldi bilan cho'qim buni o'ylash kerak. Ya'ni daftardan birini tutib hisob kitob qilish kerak demakchi. Bo'lmasa, agar undaq bo'lmay turib, o'ynashning birinchi sharti shu sizningki qanchalik pulingizning balig'i o'ynasangiz bo'ldigan, paychik setib olsangiz bo'ldigan yoki bo'lmaydiganligini shu sizning moliya iqtisodingiz, o'zingizning moliya ahvoli belgilaydi. Uni hargizma tavakkilchilik bilan buni olib qo'ysangiz, payning o'zimi buningda payda albatta ham bir nim bo'lish kerak, intizomchanlik bo'lish kerak. Ya'ni manchaga chiqqan vaqtda olaman, manchaga chiqqanda sotaman deydigan. Yo'q, bak ochko'zlab kelsa olmaydi. Voy 20%, 30% paydalim deb o'ylab kelsa yana bo'lmaydi ekan buningda. Ya'ni bo'lmaydi ekan buningda. Bu o'zimning sarguzashtisidan kelayotgan tajribam. Shuning bilan birlikda bu ba'zi vaqtda biz o'zimizningki do'g'ri qilib qo'yganmiz ba'zi ahvollarimizni. Tavakkilchi qilib qo'yganmiz. Demak bu bir qimoning rolini o'ynab qoladi ekan-ku. Shunga qimo degan gap, ammo ma masalaga kelgan vaqtda, paychekining masalasiga kelgan vaqtda biz kapital bozoriga berib, pay shirkatlarning pensiyasini olsak, shirkatlar shu bizga, menga, sizga o'xshash 100 minglagan odamlarning pulini elib, yana bir mahsulotlarni ishlab chiqarib, bozorni kengaytsa, kishilarga xizmat furs yaratib berdi, bizga yangi mahsulotlarni, yaxshi mahsulotlarni ishlab chiqarib berdi. Buning hech qanday yomon yeri yo'q. Ammo o'zimizningki yo'tqo'ni qarab ish tutishimiz yaxshi. Paychiga olsamni cho'qim berib ketaman deb emas, nihoyat ehtiyotchanlik bilan, azozdan deb. Chunki bu paychiga qisqa muddatlik, uzun muddatlik bo'ldi emasmi? Ba'zilar qisqa muddatlik jiq pul bilan qisqa muddatlik o'ynab pul tepib terishlik qilganlar bor. Ba'zilar pulini azozdan silib uzun muddatlik o'ynaydiganlar bor, 5-10 yil. Shunga paychiga haqida texnika, mahorat deganlarni leksiya qilib so'zlashdan burun oldi bilan bugungi bu leksiyada men paychiga o'ynasam bo'lamdi, bo'lmamdi degan savolga javob berish uchun mening umumiy boyligim qanchalik, mening qazim qanchalik deganni cho'qim o'ylanish kerak ko'pchilik. Biz odatda boylikni mana xalqi pishqash deb qo'yamiz, oltin kumush, u bularni pishqash deb qo'yamiz. Ya'ni bozorga chiqib satsaq darhol yig'iladi, pul aylandiriladi. Shunga oldi bilan o'zimizning qo'limizda qanchalik naqd pul bor, bankda omonat qanchalik pul bor, undan keyin qanchalik zoyim bor,
qanchalik pay cheki va pay chekimi pishqash. Buni iqtisodda liquid asset deb qo'ydi. Qog'oz pul, bu pay cheki deganlarni. Liquid asset degan gap, suyuq mulk degan gap. Bu asonla mazmun qilindi degan gap. Qattiq emas deb. Anadan sir yana pay cheki bozorlarida har xil atalg'ular va bularni tushunish kerak. Ya'ni iyiq bozori deb qo'ydi. Nima? Bear market deb qo'ydi. Bu degani iyiq bir narsadan raqibini yo'qotmoqchi bo'lsa, oldi bilan yaga urdi ekan. Bear market ya'ni iyiq bozorida bu pay cheki tushib ketgan ahvol bo'ldi. Andan bu bull market degani bu o'kuz yoki buqa bozori degani pay chekida. Bu kalaninki o'kuzning mo'ngizivachi. Yana elishgan vaqtda raqib bilan mandaq nemislar mo'ngizlar yo'q qiladi ekan bu, ya'ni yuqoriga ko'taradi ekan. Shunga pay chekini odatda tushadigan, pay tushib ketayotgan bozorni bear market deydi, iyiq bozor deydi. Yuqoriga ko'tarilgan bozorni, pay cheki ko'tarilayotgan pay cheki bozorini bull market deydi, ya'ni o'kuz yoki buqa bozori deb qo'ydi. Mana shundaq narsani ko'proq anglab bilsak bo'ladi. Biz nimaga qiziqsak, nimaga anglasak, shunga nisbatan havas tug'iladi. Havas tug'ilgandan keyin shuning qo'ydi bo'lsak, ondan ba'zi ishlarimizda yaxshi bir yuksalishlar bo'ladi. Agar u bir ishlarga kalla qatolmasak, uning qo'ydi bo'lmasak, kechkichi aqmas paranglarni qilib yursak bo'lmaydi-da. Ba'zilar pul tepish uchun bechoralarni ahmoq qilgan adamlar bor ekan jamiyatda. Aldamchilik qilgan adamlar bor ekan, har xil shaklda nima shundaq chiroyli gaplarni qilib haqlarni qo'ydigan adamlar bor ekan. Bularning hech qaysisi uzunga bormaydi. Ammo o'zimizning ishini, o'zimizning tanlashini o'zimiz yaxshi qilsak, hozirdan boshlab shundaq mablag'chilik qilib tutsak, bularmi yoshlar. Bizning ishimiz kelgan vaqtda bizning Uyg'ur yoshlarimizda millionlar odamlar ko'p chiqadi deb men bunga ishonaman. Anadan keyin yana bu oldi bilan bizniki bularmi maoshli xizmatchilar hukumat topshirilgan bajni qonunliq yo'sinda az to'lashning bir usuli nima degan vaqtda pensiya puliga jiqroq pul qo'yish ehtiyojimizga qarab turibchi. Pensiya puliga o'tganda men deb qoldim IRA deydigan individual retirement ekan deb. Ya'ni xususlarning pensiya puli deb. Bu shuningga ko'proq diqqat qilsak bo'ldi. Yana birisi balamiz hozir tug'ilgan bo'lsa, shu balamizga oyda $100 529 degan programmaga pul qo'yib maqsak, balamiz 18 yoshga kirguncha mush $100 qo'ygan pul mush 18 yilning ichida $30-40 ming bo'ldi. Agar bir yillik qaytib kelish nisbati 4-5% bo'lsa, bu 30 necha ming dollar bo'ldi. Oyda $200 qo'ysangiz chu desa, bu 70-80 ming, $100 ming bo'ladi degan gap. Endi bu pul balangiz maktabga borgan vaqtda balangizning chiqimini ishlatsangiz, bu sizga nisbatan foydali. Agar balangizning chiqimiga ishlatmasangiz buni, balangiz o'qish mukofoti deb qolsa, u qanday bo'ladi degan vaqtda, shu vaqtda siz bu pulni hozir baj to'lashdan burun to'laysizmi? Masalan, sizning maoshingiz oyda baj to'lashdan burungi maoshingiz $3000 bo'lsa, $3000dan $100 ayirib atdingiz ashtinga. $2900 ga baj to'laysiz degan gap. Mana bu siz baj to'lamay qo'ygan pul, 529 qo'ygan pul. Endi keyin balangiz maktabga o'qish mukofoti berib qolsa, bu pulni xajlamasangiz, bu pul yutib ketmaydi. Bu qanday bo'ldi degan vaqtda, shu vaqtda siz bu pulingizning $100dan qo'ygan pulingizga yana o'xshash baj to'lamaysiz, ammo bu pul kapital bozorida aylanganligi uchun, pay cheki zaimlarning elib setilib aylanganligi uchun, ashundan pul topadiganligi uchun anınğa baj to'laysiz. Siz ko'rgan paydaga baj to'laysiz, ammo diraga baj to'lamaysiz degan gap. Shunga shunday narsalarni bilib qo'ygan yaxshi. Pul muomalaning gapini ko'proq qilganimiz yaxshi, qarg'anchilikning gapini ko'proq qilganimiz yaxshi, sog'lomlik, salomatlikning gapini jiqroq qilganimiz yaxshi. Davlatlarning bir prezidenti mashina gapini jiqiladi emasmi? Iqtisodinglarni yaxshi qilyaptimi, sog'lomliklardan xabar oladimi, davlatning tarbiyasini kuchli qilaman deb. Shuni biz o'zimizga xos holda oilaning iqtisodini yaxshi qilaman, sog'lomligimni yaxshi qilaman. İşimni yaxshi qilma deb ko'proq shuni o'yda bo'lsak, cho'qim yaxshi kunlar, shaxs sifatida yaxshi kunlarni ko'ra olamiz. Ammo jamoat degan shaxslardan tarkib topadi. Yaxshi kun ko'rgan odamlar jiq bo'lsa, albatta yaxshi bo'ladi. Bu oddiy sabab. Rahmat.